Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli ko'rmanlar. İstiqlal gündəlik xəbərlərini görüşünə qızğın qarşılamız. Mən Ərşidin İdiqot. Tövəndə vətənimiz Şərqi Türkistan və dünya gün tərtibigə əlaqədar mühim xəbərlərini huzurunuzğa sunumuz. Qani diqqətinizlər ekranımızda bolsun. Tarqılıb atqan sinlar Xitay təşviqatının yalğanlığını baş qılmaqda. Xitay rejimining Sharqiy Turkistonda Uyg'ur dehqonlari qazgan quduqlarni atalmış qonunsiz degan bahona bilan amaldan qoldirib, Xitoylari qonunsiz qazgan quduqlari bilan kori bo'lmaganligi haqidagi qisqa sinlar Xitoy tashviqotlarining xalqaro jamiyatni aldashdan boshqa narsa emasligini oshkorladi. 9 yanvar lager shohidi Zumrat Davud Facebookda tarqatgan sinlar Sharqiy Turkistonning navbatdagi vaziyatini oshkorlab, Xitoyning Uyg'urlar barliq huquqidan bahramand bo'lib tinch amon yashamoqda degandek tashviqotlarining faqatla xalqaro jamiyatni aldash maqsadida tarqatilayotganligini, amaliyotda Xitoy Sharqiy Turkistonda Uyg'urlarni kamsitish, turli bahonalar bilan turma va jazo lagerlariga sulash vositalari bilan ziyonkashlik qilayotganligini oshkorladi. Sharqiy Turkistonning bir qism rayonlarida suv manbasi qis bo'lib, nurg'un dehqonlar yerlarini sug'urish uchun quduq ko'lab bu qiyinchiliklarni hal qilib kelgan. Navbatda Xitoy rejimi cho'l yoqasida Uyg'ur dehqonlar o'zlari ko'lgan quduqlarni majburiy etib o'tgan. Ammo Xitoy aqullari ko'lgan quduqlar qoldirib qo'yilgan. Sinda tarqalgan Xitoyning Uyg'urlarni bostirish qilmishi Qashqar viloyati Yupurg'on nahiyasida yuz bergan. Taklimakan cho'lining g'arbiy chetiga joylashgan bu nahiyadagi aholilarning mutlaq ko'p qismi Uyg'urlardir. Sinda oshkorlanishicha, Xitoy o'tgan yili 3 yezidagi dehqonlarni suv qisliq manbasiga taqobil turish uchun ko'lgan quduqlarini ko'mib etishga majburlagan. Yupurg'on nahiyasi Terim yezisidagi quduqlar majburiy tindirib o'tilgandan keyin Xitoy amaldorlari Uyg'urlarni atalmış ishlab chiqarish qurilish diviziyasidan suv setib olishga majburlagan. Tarqalgan 34 sekundlik sinda oshkorlanishicha, Uyg'ur dehqonlari ochgan bir quduqning majburiy tindirib o'tilishi sababli 50 moddan ortiq yer suvsiz qolgan. Ko'zatuvchilar Xitoyning Sharqiy Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyati sababli xalqaro jamiyatning ayblashiga va bir qism jazolarga uchirgan bo'lsa-mu, biroq jinoyatlarini izchil davomlashtirib kelayotganligini, har xil razil vositalar, bahonalar orqali jinoiy qilmishlarini yo'lliq ko'rsatishga tirishayotganligini, Uyg'urlarni chatga qiqish, irqiy kamsitish, bostirish siyosati ijro qilishni davomlashtirayotganligini bildirishmoqda. Malayziya musulmon yoshlar harakati Tailanddagi Uyg'urlar haqida maktub sundi. Malayziyadagi zo'r ta'sirga ega tashkilot musulmon yoshlar harakati ABIM Tailandning Malayziyadagi elchixonasini ziyorat qilib, elchixona amaldorlariga Xitoyga qaytarish xavfiga duch kelgan 48 Uyg'ur haqida maktub sungan. Musulmon yoshlar harakatining raisi Fahmi Shamsuddin va uning vakillaridan tashkil topgan bir hay'at 24 yanvar Tailandning Kuala Lumpurda turishliq bosh elchixonasini ziyorat qilgan. Hay'at bu jarayonda elchixona amaldorlari bilan Tailandda tutqunda turayotgan 48 Uyg'urning Xitoyga qaytarmasligi to'g'risida fikr almashtirgan va Tailand hukumatiga yetkazish uchun bir parcha maktub sungan. Maktubda Sharqiy Turkiston xalqining navbatdagi og'ir vaziyati, shundaqla Tailand hukumati mazkur Uyg'urlarni Xitoyga o'tkazib bergan taqdirda kelib chiqadigan og'ir oqibatlar tafsili bayon qilingan. Malayziya musulmon yoshlar harakati xalqaro Sharqiy Turkiston tashkilotlari birligi bilan hamkorlik o'rnatgan bir islomiy tashkilot bo'lib, navbatda Tailanddagi Uyg'urlarni qutqizish uchun Malayziya hukumatini harakatga otlantirish haqidagi tirishchiliklarni davomlashtirmoqda ekan. Gerçi Tailand bosh elchisi va Tailand mudofaa ministri 10 necha yildan beri Tailanddagi qaytarish markazida tutib turilayotgan 48 Uyg'urni Xitoyga qaytarmaydiganligini aytgan bo'lsa-mu, ammo Tailand hukumatining yaqinda Xitoyga qiladigan ziyorati sababidan bu xavf yanada yo'qolmagan. Uyg'urlarning har vaqt Xitoyga qaytarilishi mumkinligi haqidagi andishalar davomli kuchaymoqda. Uyg'ur Malayziya munosabatlari tashkiloti Tailand elchixonasi oldida namoyish qildi. Uyg'ur Malayziya munosabatlari tashkiloti bilan Malayziyadagi ta'sir kuchiga ega tashkilot musulmon yoshlar harakati ABIM a'zolaridan tashkillangan namoyishchilar
24 yanvar Malayziyada turishliq Tayland elchixonasi oldida namoyish o'tkazdi va bayonot e'lon qildi. Uyg'ur Malayziya munosabatlari tashkiloti mudiri Umuru xonim malay tilida bayonot e'lon qilib, Tayland hukumatidan 48 Uyg'urni qo'yib berishini talab qildi. Umuru xonim Uyg'ur Malayziya munosabatlari tashkilotining mudiri hamda Malayziya musulmon yoshlar harakatining a'zosi bo'lib, mazkur tashkilot Malayziyada Xalqaro Sharqiy Turkiston tashkilotlar birligiga vakolatan xizmat qilmoqda. Uyg'ur Malayziya munosabatlari tashkiloti a'zolaridan tashkillangan hay'at 24 yanvar yana Malayziyaning Kuala Lumpurda turishliq Tayland elchixona xodimlari bilan ko'rishgan bo'lib, bu jarayonda elchixona xodimlariga Taylandda tutib turilayotgan 48 Uyg'urning qo'yib berishini talab qilgan maktub sunilgan. Taraf mahsulotlarini Amerikada ishlab chiqarmaganlar tamojna bejiga duch keladi dedi. Amerika prezidenti Trump 23 yanvar Dunyo iqtisod munbirining 2025-yillik yig'inida silliq so'z qilib, Amerikada ishlab chiqarilmagan mahsulotlarning necha 100 milliard dollar, hatto necha trillion dollar tamojna bejiga duch keladiganligini bildirdi. Amerika ovozining aloqador xabarida qayd qilinishicha, Trump yig'inda mening dunyodagi shirkatlarga beradigan uchurum shuki, mahsulotinglarni Amerikaga kelib ishlab chiqaringlar. Biz sizlarga dunyodagi har qanday bir davlat qo'yolmagan eng tuvan bojni qo'yamiz degan va aksicha bo'lganda ularning jazman tamojna beji topshirishi lozimligini ta'kidlagan. U yana Amerikada mahsulot ishlab chiqaradigan shirkatlarning bejini 21% dan 15% ga tushirib berishini umid qildiganligini bildirgan. Trump Yevropa ittifoqini tamojna beji bek yuqori, nazorat qilish boshqarish cheklamasi bek kuchlik deb tanqid qilib, buningga qarata tadbir qo'llanganligini, chunki buning Amerikaga nisbatan nihoyatda adolatsizlik ekanligini bildirgan. Trump Amerikaning Yevropani tabiiy gaz bilan ta'minlashga kafolatlik qildigan qilmaydiganligi to'g'risidagi savoliga javob berib, Amerikaning Yevropa ittifoqiga suyuqlantirilgan tabiiy gaz yetkazishining muhimligini ta'kidlagan va shundaqla dunyo neft bozoriga keng ko'lamda olishadiganligini, Saudiya Arabiston qatorliq neft eksport qiluvchi davlatlar tashkilotiga a'zo davlatlarning neft bahosini tushirganligini bildirgan. U Rossiya Ukraina to'qinishi to'g'risida to'xtalib, Amerika to'qinishining tinch hal qilinishiga tirishib, haqiqiy kafolatga ega qiladi degan. Qozog'iston prezidenti Xitoy bilan munosabatni taraqqiy qildirish asosiy yo'nalishimiz dedi. Qozog'iston prezidenti To'qayev bu yillik oldingi nishonning Xitoy bilan bo'lgan munosabatni taraqqiy qildirish ekanligini bildirdi. Qozog'iston kundalik xabarlari to'rining xabar qilishicha, Qozog'iston prezidenti To'qayev 22 yanvardagi so'zida Qozog'iston-Xitoy munosabatining tarixdagi eng yaxshi mezgilda turayotganligini, Xitoy bilan bo'lgan munosabatni taraqqiy qildirish Qozog'iston tashqi ishlar xizmatining oldingi yo'nalishi ekanligini bildirgan. To'qayev Xitoyning Qozog'istonda turishliq bosh elchisi Xanchullin topshirgan maktubni qabul qilganda yuqorqi so'zlarni qilgan. Bu jarayonda Xanchullin Xitoy bilan Qozog'istonning mangulik umumyuzlik strategik hamkorlik munosabatini cho'nqurlashtirish uchun tirishadiganligi haqida jar solgan. Yaqinqi yillardan beri Xitoyning O'rta Osiyodagi bo'libmi Qozog'istondagi ta'siri zo'r darajada kengaygan bo'lib, bu xabarlik ahvolni his qilgan sezgur kishilar Xitoyning yomon niyatidan andisha qilishga boshlagan. 2020-yili Xitoy to'rbatlarida Qozog'iston nima uchun vatan qo'yniga qaytmaydi mavzuliq yozmalar tarqalib, Xitoyning razil niyatini oshkorlagan edi. Oxirida Qozog'iston taraf Xitoyning Qozog'istonda turishliq bosh elchisini chaqirtib, norozilik bildirgandan keyin mazkur yozmalar to'rbatdan o'chirilgan edi. Xitoyning ijtimoiy taratqularida yana tarixdan buyon O'rta Osiyodagi 5 davlatning Xitoy territoriyasining bir qismi ekanligi da'vo qilingan sirlar tarqalib turmoqda. Kuzatuvchilar Xitoyning Sharqiy Turkistonga tajovuz qilib, o'rnini mustahkamlab olgandan keyin O'rta Osiyodagi 5 davlatga xiriz qilishga, ta'sirini zo'raytirishga boshlaganligini, O'rta Osiyodagi 5 davlatning Xitoydan qattiq ehtiyot qilishi kerakligini bildirishmoqda. Filippin Xitoy ustidan ariz sundiganligini bildirdi. Filippin Adliya ministri Crispin Remolla 23 yanvar Filippin hukumatining yaqinda xalqaro qonun supsida Xitoyning Janubiy dengizdagi muhit buzg'unchilik to'g'risida yana bir qitim ariz sundiganligini bildirgan. Amerika ovozining xabar qilishicha,
Buningdan ilgari Amerikaning yangidan tayinlangan tashqi ishlar ministri Marco Rubio Filippin tashqi ishlar ministri Enrique Manalo bilan telefonda so'zlashib, Xitoyning Janubiy dengizda xatarlik va muqimlikni buzadigan harakatlarni qilganligini ayblagan. Hamda Amerikaning Filippinni qo'g'dash to'g'risida bergan va'dasining po'latdek mustahkam ekanligini qayta ta'kidlagan. Filippin 2016-yili xalqaro kesim sudida Xitoyning butkul Janubiy dengizga ig'dorchilik qilish da'vosiga qarshi tunji qitim ariz sungan. Sud Janubiy dengizdagi 9 siziqliq liniyaning egalik huquqiga doir da'vosining qonuniy asosi yo'q deb hukm chiqargan. Filippin navbatda ikkinchi qitim xalqaro qonun sifatida Xitoyga qarshi ariz sunishga tayyorlangan bo'lib, bu qitim Xitoyning Janubiy dengizdagi Filippinga tava iqtisodiy rayonda gigant sadab qululisi deb atiladigan Teridagnan Mollyuskini qalaymaqon tutish va marjon xada tashlariga og'ir darajada buzg'unchilik qilish qatorliq qilmishlari haqida ariz sunmoqchi bo'lgan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy 2016-yili xalqaro kesim sutining hukm chiqarish jarayoniga qatnashishini rad qilgan va hukmini e'tirof qilmagan. Aksicha hukmdan keyin Janubiy dengizdagi talash tortish rayonlarida dengiz soqchilari va dengiz armiyasi paraxodlarining mavjudligini va bu suv rayonini kontrol qilishini texmo kuchaytgan. Hurmatli ko'ruvchilar, bugungi xabarimiz mushu yerda oyoqlashdi. Ko'rganingizga rahmat. Atigi programmada ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Allohga omonat.